Abortdan keyin qancha vaqt davomida qon ketishi norma hisoblanadi? 7-14 kun davomida qon ketish norma hisoblanadi. Agarda 1 soat davomida ikkita prokladka to'lsa yoki 14 kundan ko'p qon ketsa, bu xavfli hisoblanadi va bu tezkor tibbiy yordamni talab qiladi. Qachon takroriy UZI tekshiruvi o'tish shart? Abortdan so'ng 7-10 kundan keyin o'tish shart, chunki bachadon yoshi qisqarganmi, bachadon ichki bo'shlig'ida homilani qoldiqlari qolmaganmi, buni bilish zarur. Abortdan keyingi sitma nimani anglatadi? Bu infeksiya belgisi hisoblanadi, 38 dan yuqori bo'lishi yoki bachadonda o'sha homila qoldig'i qolib ketganligini belgisidir. Agar bu kurashilmasa, bachadonda shamollash, yallig'lanish, ya'ni endometrit xavfi ortadi va bu jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Jinsiy hayotni qachon boshlash mumkin? 2-3 haftadan keyin boshlash kerak, sababi bachadon bo'yni, ya'ni servikalniy kanal to'liq yopiladi va shunda bachadon ichki bo'shlig'iga infeksiyalar tushish xavfi kamayadi. Keyingi homiladorlikni qachon rejalashtirilgan ma'qul? Keyingi homiladorlikni albatta 6 oydan keyin, chunki bunda bachadon o'zini tiklab oladi, ayol o'zini tiklab oladi organizmini, hamda bachadonning ichki qavati bo'lgan endometri qavati ham o'sib oladi. Keyingi homiladorlikda muammo tug'dirmaydi.